ishxonamiz xo'jayiniga texnikalarni ham zo'rdan oldim. Endi shunaqa tez-tez yo'qlab turmasa bo'lmaydi. Opang Dildoradan ham xabar olib turibsanmi? Opa nima kamchiligingiz bor deb so'rading. O'tgan oy aytdingiz-ku. 4 ta non ko'tarib 10-15 minut gaplashib keldim. Endi kamchiligi bo'lsa eriq beradi-da. 4 ta non degan. Sen boshlig'ingga narsa tashishdan bo'shamaysan. Ishdan bo'shatib yubormasin deb paxta qo'yib yuribsan. Opangning 3 ta bolasi borligini. Eri musofirdaligi esingga kelmaydi, yana uyalmasdan. Bir oy oldin 4 ta non olib borganingni gapirasan. Endi boshliqqa tez-tez narsa olib borsam, lavozimim tezroq ko'tariladi dedi. Sen qorni to'q odamni to'ydirib yuribsan. Agar opangdan xabar olsang, mansabingni bilmadim-u, lekin martabang oshadi. Dada, meni ham o'zimga yarasha tashvishlarim bor. Ishxonamda o'rnimga ko'z tikib turganlar qancha. Yana xudo urib ishdan bo'shatib yubormasin. Ey bola, bir narsani yaxshi bilib ol. Xudo ursa